Assalomu alaykum, hurmatli so'rovlar, hurmatli tadbirkorlar. Men ismim Alisher, familiyam Murodov. Hammalarga xush kelibsizlar. Bugungi navbatdagi agrobankda uchrashuv belgilangan. Mahalla xodimlariga katta rahmat, mana shu uchrashuvni tashkil qilishga amalga yordam berganlari uchun. Uchrashuvda qaysi bir fuqarolar, qaysi bir tadbirkorlar, tadbirkorchiligi bilan daromadini oshirish maqsadida agrobank mahsulotlariga qiziqishlari, talablari bo'lsa, uchrashuv davomida o'sha o'zlarining talablarini aytib o'tasizlar. Shunga asosan biz o'zimizda jamoamiz bilan birgalikda mana shu sizlarni talablaringni kelib chiqqan holda muammolaringni, masalalaringni yechish chorasini ko'ramiz. Shunga qarab hozir o'sha murojaat qilishni ozgina yo'l-yo'riqni aytib o'taman. Kimda qanaqa murojaat bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda o'zini familiya, imya, otchествоsi, ismi sharifini, mahallasini nomini, telefon raqamini, qisqacha murojaat mazmunini aytib o'tasizlar. Mana bu narsani belgilab olib, yozib olib, qisqa fursatda bir kun, yarim kun ichida, eng iroqli kun ichida o'sha masalalarni yechib berish chorasini ko'ramiz. Şimdi vaqtni olgan holda boshlaymiz, bir boshdan boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Ne'mat Ulug'bek, Xo'jaobod mahallasidaman. Bir boshni yozib oling. Ne'mat Ulug'bek. Ne'matov Ulug'bek Omonjonovich. Xo'jaobod mahallasidaman. Xo'jaobod mahallasidaman. Telefon zaryadda aytib oling. 90 341 10 nima masalangiz bor? Masalan, do'stlar bilan sherik-sherikka qo'yib keladi olimishlarni. O'shanga mashina sotmoqchi edik. Mashina sotilmay qoldi. Arzonroq so'rashdi. Shunga mahallaga uchrashdik. Mahallaga yordam qilamiz dedik. Kredit so'ramoqchisiz. Kredit so'rab olmoqchilar chorvaga. Necha yil so'mda? 50 million so'm. 50 million chorvaga kredit. O'zimizga ham pul bo'ladi, 100 millionga yetyapti shunga. Ulug'bekjon, murojaatingizni yozib oldim. 50 million so'mlik kreditimiz bor. Mahalla loyihasi deydi kredit turini. Shu 50 million so'm kreditda shu o'zini nimalar bor, talablar bor, o'zini band qilgan bo'lish kerak. Masalan, uy sharoitida o'sha chorvalarni boqish sharoiti bo'lish kerak. Shunday nimalar bor, talablar. O'zingiz band qilgan bo'lsangiz, sizga o'sha mahalla loyihasi degan kredit turimizdan, dastur doirasida ajratilgan kredit turimizdan 50 million so'mlik olamiz. Men yozib oldim. Qisqa fursatda masalan yechib o'tib yana kimlar bor? Avvalambor assalomu alaykum. Men Usmonov Mehrojiddin, To'g'ri Nizomiddin o'g'li. Usmonov Mehrojiddin. Nizomiddin o'g'li. To'g'ri mahalla. Telefon zaryadda 88 333 Mana masalan ishlab chiqarish, uylarga, pechga, aravaga, katta yo'l ishlab chiqarish maqsadida 100 million so'm kredit so'ragandim. Yoshingiz 18da. 18 maktab bitirasiz. Maktab bitirganman. Ishlab chiqarishingiz bor. Ishlab chiqarishim bor. Mahallani o'ziga. Ma'rifat mahallaga ishlab chiqaraman. O'zim yashab turib, nima deydi? Yaqtga yo'lda yaqtga ishlayapsiz. Ha, Yaqtga yo'lda. Yaqtga son Mehrojiddin. O'zizga? Shunday. Tushuntiraman. Qarang, как раз siz o'zizga to'lmagan bo'lsangiz, prezidentimizga
12 qarori bor. 30 yoshga to'lganlarga tadbirkorchilikka beriladigan kredit bu. Uni imtiyozlariga balandroq, uni yili ham foydalanish muddati ham ko'proq. 12-sonda qarorga asosan 30 yo'l hozir. 18 yoshdan 30 yoshga to'lmagan. 12-sonda qarorga asosan sizga 100 million so'mgacha nima deydi, zalog qo'ymagan holatda uchinchi shaxs kafilligi yoki bo'lmasam sug'urta polisi asosida qilib berib olamiz. Mana sizlar shu murojaatni yozib oldim. O'zimizga haqiqatan ham shu yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun o'zimizga rejalarimiz bor. Faqat siz o'sha narsani ma'qul desa nima ishlab chiqaraman dedingiz? Maktabdagi kartonlar, aravalar, kavar, temir buyumlarni ishlab chiqarish. Bo'ldi. Biz nima qilamiz? Qarang, sizdan hozir hujjatlaringizni qabul qilib olamiz. Hujjatlaringizni Android orqali aylantiramiz, kredit tarixini o'rganamiz. Unga 5 minut vaqt ketadi, ko'p vaqt ketmaydi. Undan keyin nima deydi? Yoshlar jamlanmasiga zaявкасini berib, o'sha sizga 100 million so'mga ekvivalentga talabga resursni ajratib, birdan где-то 3 kun, maksimum 3 kunlarga, 4 kunlarga masalani yechish chorasi ko'radi. Yozib oldim siznikini, sizga ham qat'iy nazorat qilish kerak. 100 million ishlab chiqarish kerak. Mehmonlarni yozib oldim sizga masalangiz. Yana bir masala. Sizdan murojaat qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Samira So'rayapman. Samira Mushoda Ro'ziqul qizi. Samira Mushoda. Nurshoda. Nurshoda. Ro'ziqul qizi. Qayerdan adresiz? Mevazor. Telefoningizni aytib oling. O'sha 88 88 954 954 2805. 2805. Ayting. Masalan shu. Ana 50 millionlik. Kredit olasiz, ha? Nima maqsad qilyapsiz? 5-6 ta quyimiz bor. Chorvagan. Chorvagan, chorva qo'yxona yasab berishuvdi. Boyaqilikka aytganimdek 50 million so'm mahalla loyiha dasturimiz bor. O'sha mana sizlar murojaatingizni yozib oldim. Qisqagina fursatga bir kun maksimum 2 kunga cho'zilmaydi. Bir kun ichida masalaga yechish kerak. Sog' bo'ling. Yana kimlar masala? Süleymanov Rahmatullah Ochdik Sadullevich Qaydansizlar? Shambarlar Telefon telefoni 33lik 831 0203 Nima masalangiz bor? 15 million pul. 15 million kutmoqchisiz. Ha, Nima maqsad? Chorvaga. Rahmatullaga sizga ham murojaatni yozib oldim. 15 millionlik kreditingizni bir kunda ichib beramiz. Yana kimlar murojaat? Yo'qmi? Tamam. Tamam. Ayting. Kimdir familiyangiz? Qodirova. Qodirova.
telefoningizni bersangiz. 33'lik, 33'lik 420, 420 60, 07. 15 milyon. Neç mülk tutamazsınız? 30 milyon. 30 milyon. Nima maqsadga? Chorvani ko'paytiradi. Go'shtlarimiz arzon bo'lsin. Qodirova sizga ham masalaga javob berdim. Sizga ham mana hurmatli fuqarolar, hamma murojaatini yozib oldim. Mana shu murojaatlarda qisqa fursatda bir kun davomida ish berish chorasini ko'ramiz. Hammalaringizga tashakkur. Shu murojaatga faol ishtirok etganlar uchun. Yana bittagina iltimos bo'lib qoladi. Bu kreditlar ajratilgandan keyin hayvonot to'lovlarini, foizlarini, ertangi chiqadigan rahlik asosiy qarzdorlik to'lovlarini o'z vaqtida to'lay boshladilar. Munosib qolaman. O'z vaqtida to'lov qilinmagandan keyin baribir o'zlaringizga nisbatan bankga ham salbiy oqibatlari bo'ladi. Masalan, faqat mana shu to'lovlarni eshittirmasliklari. Hammaga tashakkur, rahmat.